Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Uyg'ongan zimin nomli 2 qismlik tarixiy romanining 2 qismining davomini anglatamiz. Sarma şodlikdan judodir hayot, oldi nur har un, mungluq, tıx. Almanya saqda azaytimiz, jabr zulmni tugitimiz, yurtning tinch amalligini o'zimiz so'raymiz. Men esa kichik bolani qo'llaganda qo'llamoqchiman. Bo'ldi, yog'och qozonda bir qitim osh pishirdim. Meni so'rasanglar, men oddiy bir jangchi. Mening maqsadim xalqni jabr zulmdan qutqizib, erkin ozodlikka chiqarib, tinch farovon turmushga ega qilish. Hey! Şu Luba degan lomadini qishqa! Onun deydigan gapim bor! Bizni ili tarafga ozodlik mash'ali yongan, meni xitoqdirga boshliq etam aka. O'yg'ongan zaminni endi hech kim qutolmaydi. Majuying ahbus atni yurtib ketib o'tib, bosh ko'zlari bilan qo'l putlari teng'iqliq yardarlar o'ltirgan bir xorvoga ko'zi tushib qoldi. Putinglar joyidimi yoki uzilib ketganmi? Putlarimiz uzilib ketmagan bilan o'zimiz dedi qiyriroq bir cherik jaynikidan uzilgan qo'lini ko'rsatdi. Xudoga shukr. Har holda putinglar joyida ekan. Yaranglar tuzalgandan keyin mening qishimga beringlar. Men sizlarni hargiz unutmayman. Hozircha bu orvuning boshqa ishi bor, dedi Majuying. Ondan orviki sherikka yardarlarni tushirib etib, yo'lda chechilib yotgan qurol yaroqlarni yig'ishtirib, musha orvida ko'rlig'i opirishni buyurdi. Bizning shu temir ko'saylarchilik e'tiborimiz yo'qmi? Shundoq, birodar. Hozir menga sizlardanmi shu temir ko'saylar bakrak muhim. Orqa tarafdan aeroplanlarning g'o'ng'ildigan ovozi anglanib qoldi. Hashpishtigacha bombalar portlab, yer jahonni silsilaga keltirib o'tdi. Yiliqi yardarlar o'ltirgan horvumu pachaqlanib ketdi. Allaqachon otdan tushib olishga ulgurgan Majuying qo'rqib ketganidan yerga kirib ketgirek chaplashib olgan bir muhofizatchisining qo'lidagi pulemyotni tortib oldi-da, o'ngdisiga yetib olib bir aeroplanni o'qqa tutdi. Aeroplan quyrug'idan is chiqarib qochdi. Biroq orqadan yana 2 aeroplan kelib, uni o'qqa tutdi va birdan 2 bombani tashlab o'tib, shalong bulutlar orasiga kirib ketdi. Bir hazodan keyin Majuying 15 tek muhofizatchisining qonga milangan jasadlari orasidan o'malab chiqib, etini izlab mangdi. Bayiqi patparaqchilikda jinini daldiga olgan ahbus atmu bir to'ngning orqasidan chiqib, egisi tarafga kishnab kelyapti. Shu yilning beshida 10 mingdak cherik bilan o'rimchiga hujum qilgan Majuying ko'rlig'a aran 1500 chi odami bilan qochib keladi. Biroq har kuni degudek shimol tarafdan uchib keladigan aeroplanlardan tashlanayotgan bombalar uni ko'rlidan tezroq ketishga oldiratdi va uning o'zimi nihoyatda oldirab turadi. Shu asnoda uning shtab boshlig'i bir yangi gap tepib keldi. Uning aytishicha, Komendant hukumati temir yo'l ministerligining topshirig'i bo'yicha 2 Mongol Şinjan tosh yo'l liniyasini tekshirish uchun ichkirdan kelgan bir ekspeditsiya atriti hozir ko'riladi ekan va bu atrofning bir necha avtomobili bor ekan. Bu avtomobillarni albatta tortib olish lozim. Buningda xabarim bor. Afsuski, bu atrofda chet elliklar bor. Uning ustiga atrof boshlig'i shvetsiyalik mashhur olim Steven Hayden. Agar ularning avtomobillarini tortib olsak, keyin meni jahonga qaroqchi deb jakarlashdan yanmaydi. Men chet el matbuotida yomon atoqliq bo'lishni xohlamayman. Undoq bo'lsa, men sizning nomingizdan Steven Haydenga iltimos qilib, yardarlarni to'shishga deb avtomobil so'ray. Qashqarga borguncha oriyat berib tursin. Bu yaxshi taklif bo'ldi. Biroq Qashqargacha emas,
Eng yiroq bo'lganda Aqsugacha, bo'lmasa Kuchog'icha opirib qo'ysili bo'ladi. Ondan hargiz qo'pollik qilib qo'ymaslikni, lozim tepilsa haqqini to'laymiz deyish kerakligini chekiladi Ma Chongyang. Steven Hayden Ma Chongyangning talabini rad qila olmay, bor yo'qi 4 yuk avtomobilining hammasini oriyat berishga majbur bo'ldi. Bu avtomobillarga qizil kirist belgisi taqatdi. Biroq yo'lga chiqadigan chaqda birla avtomobilga kesel karvati o'rinlashtirilib, uningga Sanjidagi jangda yo'tisidan yaralangan otliq qismlar qo'mondoni Mahbusan yotqizilgandan boshqa, qolgan avtomobillarning hammasiga qurol yarog' besib, Ma Chongyangning muhofizatchilari o'ltirib oldi. Ma Chongyangning o'zi Chevrolet shoför If haydagan mashinaning kabinkasiga chiqib oldi. Ifning mashinasi birinchi bo'lib qo'zg'aldi. Oqsiriq kelgan qaddi qomatlik If uzun yillardan buyon Shimoliy Jungoda din tarqitib yurgan bir Chevrolet popning o'g'li bo'lib, Xanzu tilini suvdek biladi. Xushchaqchaq, sho'x yigitlarga xos jazbidorligi bilan o'z hamrohlaridan alohida farqlanadi. Әмділі 20-ге kirgan bu yigit o'zidan 3-4 yoshlar cho'ng ko'rinadigan va oddiy surraqtdan harbiy forma ham otliq askarlar o'tkini kiyib, o'zi bilan yonma-yon o'ltirgan yo'lovchining Ma Chongyang ekanligiga ishonmagandek, uningga ko'zining qo'yrug'i bilan qarab qo'yadi. Bir necha yildan buyon Tangritog' etaklarini qonga bo'yab, olamni molam qilib, jahonga donqi ketgan tavakkulchi sarkarda rostilla mushu odamidir degan xayol uning kollasidan ketmaydi. Shuning uchun o'zi har qancha xushchaqchaq va ochiq ko'ngil bo'lsa-mu, hozirlikka qiladigan gap topolmayotgandek jim o'ltirib mashinasini haydaydi. Bu jimjitlikni Ma Chongyang buzdi. Hünürünüz joyida ekan. Mashina haydigili xeyli uzun bo'lgan o'xshaydi, uzun bo'lmadi, ammo shofirlikni bakli yaxshi ko'raman. Oningga qattiq bog'langanman. Xuddi oshiq yigit o'z mashqiga rishta bog'lagandek. Bu o'qitishingiz ajoyib bir shoirani o'qitish bo'ldi. Shoirlikdanmi xabaringiz bor o'xshamamdi? Ahboz at ustida qon kechib, talay-talay yurtlarni vayron qilib, rahimsiz qirg'inchilik bilan donqi chiqqan bu odam xor jallodning oddiy bir gapdan ta'sirlanib, ochiq ko'ngillik bilan echilib kulishi Ifni hayron qoldirdi va u o'zini yenik his qilishga boshladi. Shoirlikdango xabarim yo'q, ammo Jungoning klassik she'rlarini, bo'libmi Shimoliy Jungoliklarning yumorliq xalq naqsh qo'shoqlarini bak suyman. Ondaq naqshlarga menmi amroq. Qani, shulardan bir narsani aytingchi do'stim. If oram turgandek og'zini qo'yibdi. Yumorligi jihatdan xuddi Uyg'urlarning olmagan yoki Dovanching degan xalq naqshlariga sal o'xshab ketadigan naqshlarni anglagan seri Ma Chongyang uchiga uzilib ketgudek kulib o'zini tutolmay qoldi. Hatta Ifni bir necha qitim mursidan quchoqlab qo'ydi. Shunday qilib, ular xuddi bir partada o'ltirgan savoqdoslardek bir-biriga ejil bo'lishib qoldi. If o'zining bu muvaffaqiyatidan nihoyat xushal edi. Chunki u avvalgi tutilgan kundan buyon o'zini va qolgan 3 mashinani haydab kelayotgan Chevrolet hamrohlarini xuddi yirtqich yo'lbos bilan yonma-yon o'ltirgan o'lim kishilari deb biladi. Qazara u yo'lbosning ochig'i kelib qolsa, bir hamla bilan hammasini pari-pari qilib tashlaydi. U chaqda doktor Steven Hayden 4 avtomobilda emas, o'zining eng yaramli sabdoshlaridan ayrilib qilib, butun ishi suvga chilashgan bo'ladi. If ana shularni o'ylab, yenida o'ltirgan yo'lbosning ko'nglini texmi o'g'lash niyatida yangi bir mavzudan gap ochdi. Siz general janoblarini iroda va g'oya jihatdan ba'zilar to'mirlanga o'qishdi ekan. Menimcha bu mubolag'a bo'lmasa kerak. Afsuski, baxt omad degan nima ba'zida orqasini qilib oladi ekan. To'mirlangmi tasoddifiy bir kasallik tufayli oxirgi maqsadiga yetolmabdi ekan. Bu qitim ruslar aralashmagan bo'lsa, shingsay meni o'rimchi
Davanching va turpan o'ymaligidan hargiz qo'g'lab chiqarilmaydi. Biroq Jungariya bilan turpan o'ymaligidan chekinib chiqishimning qarayiti chog'liq. Tarim o'ymaligi qo'limdili bo'ladi ekan. Men o'z planlarimni cho'qim amalga oshirib, bir musulmon davlat quraman. Tuyuqsizdan havo bo'shliqida qo'ng'ildigan ovozlar anglanib qoldi. Avtomobillar yo'l yoqasidagi so'gatliklar orasiga yoshirinishga oran ulgurdi. 3 aeroplandan tangli tashlangan bombalar atrof jahonni qilin chang to'zonga ko'mib. Uzundan uzunga so'zilib ketayotgan piyoda va uloqliq cheriklar chang to'zonga ko'milib qoldi. Ammo hech qancha chiqim bo'lmadi. Yiliqi aeroplanlar bo'lsa, xuddi hayva qilgandek cheriklarning bosh ustida bir qancha qitim aylanib qo'yib, kelgan yo'li bilan uchib ketdi. Mana, ko'rdingizmi? Ruslar harbiy texnikasi bilan meni qo'rqitib, meni bosh egdirmoqchi. Men hargiz bosh egmayman. Men cho'qim intiqom olaman. Hech nima demadi. Shunisi qiziqki, Davanchingdan boshlab Majonyingni qo'g'lab, xuddi dahshatlik saldek bostirib kelayotgan qudratli qo'shin ko'rlidan g'arbga monganda nemishqidir qadamini ostiritib qo'ydi. Bu hargiz Majonying cheriklariga tang kelolmaganlikdan bo'layotgan ish emas edi. Chunki bu kunlarda Shinsayning elidagi bir turkum cheriklarimi davon eshib boyga tushgan edi. Shuning uchun Majonyingning qoldiq qochoq cheriklariga nisbatan mutlaq ustunlikka ega bu qo'shin dastlabki alpozi bilan bo'lsa Majonying cheriklarini bugur bilan kucha orliqida pak-pakiz yo'qitib etishga tamoman qodir edi. Amaliyotda undaq qilmay yurish sur'atini ostilatib va faqat ancha-muncha bombalab qo'yish bilan cheklanib, ularning yo'l bo'yi cho'ng kichik yurtlarni bulab talab xonavayron qilib, ko'zlagan manziliga yetib olishiga atay yo'l qo'yayotgandek ko'rinadi. Ozgan 2 yildan buyon davomlashayotgan urush parakantchiliklari, kuyayotgan uylar, to'kilayotgan qonlar, biri kelib o'z hukmini joriy qildirayotgan yangi hukmdorlarning ustiga selayotgan bojsiliq, olvon yasoqlari Qashqar diyorini holidan ketkizib, xuddi yelika qurib beli tukilgan, ko'zlari o'ltirishib, rangi sarag'aygan, chochlari chuvilib, yoqsi yirtilgan bir notavon onaga o'xshatib qo'ygan edi. Her yili ajoyib zo'r dog'dug'i bilan o'tkaziladigan an'anaviy milliy bayram No'ruz shodliqimi bu yil go'yo elning esidan chiqib qolgandek jim-jimla o'tib ketdi. Yilda bir keladigan Qurban hayiti shundoq bo'ldi. Nag'ri sunaylar chelinib, minglagan kishi samoga tushadigan hayitgoh maydoni cho'nqur sukunatga cho'mgan go'ristonliqqa o'xshab qolgan edi. Ko'klam o'tib, yoz kirish bilan Tuman daryosining qonga o'xshaydigan qizg'ish loysugi texmi ulg'ayib, cho'xchiyib turgan yodanliqlarni yolab urib, ko'ngliga g'ashlik selib eqishga boshladi. Shahar ichida bo'lsa, kalta quyruq otlarga minib, kang yuzlik qisqa qilishlarini yalang'achlab olgan cheriklar ko'ch-ko'ylarda ochchab turib yuradi. Bir to'p cherik hayitgoh maydonini kesib o'tayotganda, do'qmishdagi samovar xonada choy ichib o'ltirganlardan savdogar sifat bir kishi o'ruqroq kelgan ko'z soqol hamrohining quliqiga pichirladi. Hay, bu yer yutqurlar yana nima shumliqni tilovatidi ekan? Xabarlari yo'qmi? Bularning cho'ngi Majonying bugun yangi shahardan Do'tay yamilg'a ko'chib kiramish. Xudoning o'ziga omonat. Hay, bu yaxshilikning alomati emas jumusila. Shundoq. Ammo men anglagan gaplarga qaraganda ahvoli boshqacha bo'lamdi, nima? Qandoqsiga? Sizlar nima gap angladilar? Bu ko'zi soqol Ahmad Kaskaz degan kishi bo'lib, Shabdul Damullaning yaqinlaridan edi. Qashqar diyori Cho'loq Zuhuyga o'ngtisiga qolgandan keyin Yunus Begning o'rniga sobiq Qashqar valisi Mashavu Shabdul Damullani Qashqarga qozi kalon qildi.
Ahmet Kaskal shu kundan boshlab Shabdul Damolining bo'sug'isidan bir g'irishma daljamay uningga texmi yiqinlashdi. Shuning uchun Shabdul Damolining uyida bo'lgan gap so'zlarning xeyli ko'p qismidan xabardor bo'lib turadi va o'zini Madotay bilan Shabdul Damolidek katta erboblarning suhbatidan vaqt kishi sifatida ko'rsatib, shuning bilan maqtanishga amroq edi. Shu vajidan bo'lsa kerak, Sodigar hamrohining "Sizlar nima gap angladinglar?" degan savoliga darhol javob bermay, "Anglaganlarim ko'p. Uning ustiga hammasi yo'g'on yerlardan chiqqan gaplar desizlar, boyvachcha," deb noslanishga boshladi. "Asta, qani chopsamroq iysilu-chu, odamni jili qilmay," dedi Sodigar uning qishig'i yaqinroq surilib. Ondan uni tushlik g'izo uchun Anjan polosug'ini taklif qiladiganligini aytdi. Ahmet Kaskaz engikini silab qo'yib gapga kirishdi. Uning aytishicha, tunugun Shabdul Damulla Dotay yamulida bo'ptimish. Gapdan gap chiqib, Madotay uningga "Majonyang o'ris yeriga tegmoqchi. Men orqaliq o'ris konsuli bilan ko'rishib turish uchun Dotay yamulga ko'chib kiradi. Endi urush bo'lmaydi. Siz Qashqarga umrvoyat qozi qalam bo'lasiz," debdimish. "Qandoq boyvachcha? Mening anglaganlarim qaltis gaplarmikan?" "Tova, g'alati gap bo'pti-ku bu. Agarchanda bir odam paloni yurtda bir xo'roz tuxum kakilidi desa, buningga ishonsam ishonimanki, Majonyang o'ris yeriga ketadi ekan degan gapga zodi ishongim kelmaydi jumo Amitaxon. Uni o'ris askarlari qo'g'lab kelayotgan tursa, o'za meni qo'g'limi sanglarmi bo'ladi. Mana o'zim oldinlarda o'ris yeriga berib turay demdi." "Rost dedilar boyvachcha. Bu ishqa mening aqlim yetmaydi. Ammo bu gapni domollamning og'zidan anglig'inim alhaq rost." Shu kunlarning birida Angliya konsulimi xos bir hujrada o'zining yordamchisi doktor Semit bilan dal mushu masala ustida jiddiy paranglashib o'tirdi. "Majonyang masalasida bizga qaraganda ruslar chaqqan chiqib ketdi. Biz uttirib qo'ydik," dedi doktor Semit g'amkinlik bilan. "Bu ishda men ayblik. Men janobiy konsulning Ulug' Britaniya korolligining oldida ayblik. Vazifamni ado qilolmaganligim uchun menga tegishli jazo berilishini iltimos qilaman." Yo'q, do'stim, siz ayblik emas. Siz o'z vazifangizni imkoniyatning boricha obdan ado qilishga tirishdingiz. Majonyangning oldiga to'liq qatirab, topiningiz teshilay deb qoldi. Buningga mana men guvoh. Afsuski, u oxir bizning gapimizga kirmadi. Buningga nima amal? "Iltifotingizdan minnatdorman. Lekin uning bizga moyil bo'lganligidan qattiq afsuslanaman ham noita hayronman. U zodi nemishqa bizning taklifimiz bo'yicha Hindistonga berib, o'zi bilan hech qanday adovati bo'lmagan, balki do'stlik qo'lini so'zib turgan ulug' korolligimizning homiyligini qabul qilmay, qonliq jang maydonlarida qilishlashgan dushmani Sovet Rossiyasiga ketishni xohlaydi. Menimcha, u shunday qilishga majbur." "Majbur?" "Ha, shunday, majbur. Buni qanday tushundirish kerak?" Bu bir qarashda nihoyat murakkab, yana bir qarashda to'liq oddiy masala. Axborotchilarimizdan bergan eng yangi va ishonchli ma'lumotiga qaraganda, Majonyang bilan Rus konsuli o'rtasida bir kelishim hosil qilingan. Bu kelishimga binoan Majonyang o'ziga tava barliq qo'shinlarning sog' salomat saqlanib qolishi sharti bilan Sovet Rossiyasiga o'qishga boradi. Uning hayoti va mol-mulkiga ruslar to'liq kafolat qiladi. Uning qo'shini bo'lsa, otliq qismlar boshlig'i Maxusan qo'mondonligida Xotan viloyatini egallab turadi. Bosgan nahiyasi chegara qilinadi. Urumchi hukumati uning daxli ta'ruz qilmaydi. Demak, butun Xotan diyorini Maxusan so'raydi. Bundan keyin chatoq chiqolmaydi. Agar Majonyang buning rozi bo'lmaydigan bo'lsa, o'zining va barliq qo'shinning taqdiri boshqacha hal qilinadi. Ya'ni, kechiring konsul janoblari. Men hayronmanki, Majonyang bilan uning qo'shinini saqlab qolish ruslarga nemishqa mundoq zarur bo'lib qoldi.
Siz meselenin en nazik tarafını soravatsiz. Bu sırlıq tepişmakı cevap topamay, men hazırgıca hayranman. Biroq turmuşda cevapsız tepişmak yok. Men oylayman ki, Ruslar Şingsaydan tehi amin bololmayvası kerak. Xuddi yeni kelinning mijaz xulqini to'liq tushunib yetolmagan qiynanig'i o'xshash. Demakchimanki, kunlarda bir kun Shingsay quyruq ko'tarib, shilting etib qolsa, mana shu chaqda Ruslar uchun uningga tetig'idak bir ko'zir kerak-ku albatta. Majungyang Ruslarga ana shuning uchun lozim bo'lib qoldi. Qandoq dedim? Doktor Simit xuddi mudarrisdan dars anglayotgan talibdek beshini langshitdi. Darvaqa uzun o'tmay, ya'ni avgustning boshlarida Majungyang Qashqardagi Sovet konsulxonasining kotibi Konstantinov bilan Soda vakolatxonasining bir qancha xodimlarining hamrohligida Erkashtam chegarasiga qarab yo'lga chiqdi. Uning o'z muhofazachilari bakla oz, faqat bir necha kishi edi. Ammo qilin kundan alohida qilib tikilgan teri tulumlar va uzunchoq temir sanduqlar ortilgan ot uloqlar birar yuzdan ko'p edi. Ba'zi otlar ustidagi yukning ig'irligidan oranmoqdi. 17 yoshida bola sarkarda otilib, Xuanxe daryosining g'arbiy qirg'og'idan Pamir etkigacha so'zilgan keng zaminda goh bo'rondek ko'rkirab, goh chaqmoqdek yaltirab, qadimi yetganligi yeridan o't va qon chachirtib jahonga patmagan bu bo'z otliq odam endi yo'lga chidamliq deb tanlab olgan putlari qisqa, diqmoq jadi qoshqi ustida xiyol surib ketayotdi. Bu xiyol dengiziga shunchalik qattiq cho'mgan ediki, yenida ketayotgan Konstantinovning "Ohoy, bu yalada jaran nima degan ko'p?" deb varqirganimi uning quliqiga kirmadi. G'oyibdan bir ovoz anglangandek tuyuldi. "O, nimalarni o'ylayotdi ekan ha? Jangga jadal, ur chop bilan o'tgan bo'ron chopqinliq o'tmishinimi? Yoki gugum oldidagi ufuqdek qariyib ketayotgan tumanliq kelachikinimi? Va yoki o'zi bosh rolga chiqib o'ynalayotgan bu qiziq o'yinning siri asrorini o'zini bilmay hayronmidu ya?" Majungyangdan keyin uning o'rnida bir necha ming kishilik qo'shinga bosh bo'lib qolgan Mahusan Qashqarni bo'shitib Xotan diyoriga bostirib kirdi. Mantimin Hazrat boshchiligidagi Xotan qo'zg'olonchilari Mahusan sheriklarini Guma atrofida to'sib, bir kun ilishgandan keyin zavoga chekindi. U yerda 2 kungacha qattiq qarshilik ko'rsatdi. Biroq qurol yarog' jihatda mutlaq ustunligi ega Mahusan sheriklariga teng kelolmadi. Shuningdan keyin Mantimin Hazrat o'zining oila tavasi bilan Hindistonga qochib ketdi. Mahusan sheriklari mudofiyasiz qolgan Xotan shahriga yaqinlab qolganda, Xotan valisi Muhammad Niyoz A'lam yurt cho'nglarini yig'di. Qazoga rizo, baloga sabr qilmoq vojibdir. Buningdan o'zga chorimizmi yo'q? Qani, yurisizlar. Mehmonlarning oldiga chiqaylik. Mahusan shahar sirtidagi bargoh oldida qo'l qovushtirib turgan yo'g'on sallilik, uzun soqolliq odamlar to'pini ko'rib otdan tushdi. Muhammad Niyoz A'lam bir tilmash bilan uning oldiga keldi-da. Marhaba, Xotan diyorining yangi hukmdori, marhaba. Bizda egilgan bo'yinni qilich kasmas degan so'z bor. Bu hikmatli so'zgan. Menga qarshi mush ko'tirmasanglar, mening qilichim bu qinidan chiqmaydi. Menga bu puhra kerak da axun. Shuningdan boshlab, poskamdan chaqiliqcha so'zilgan keng bir parcha zemin yana Majungyang cheriklarining qonliq topini ostida qoldi. Mahusanning qilichi qinidan chiqmagan bilan qo'lidagi qamchisi xuddi tilini chiqarib kujuldayotgan zaharli qora yilondek kecha-yu kunduz xalq beshida o'ynashga boshladi. Bu qora kunlarni o'z ko'zi bilan ko'rgan Xotan shoiri Hazini tövendagi misralarni yozdi. Darix 3 yil davomida Xotanda bor g'ayrib millat. Ajib zolim bulanchi qo'llarida
xarizor oldi. Ne bayu kambag'al bo'lsin, ne olim, ne sharafzoda. Tamamu qul xotan ojiz, yetimlar nolizor oldi. Hamma miskin qarindoshlar, hamma o'shaq o'g'il qizlar. Ular tirnoqi zaxmidan o'limga ancha zor oldi. Demaslar, bu qirin mahzun qo'lini orqaga bog'lab, isib osmoqqa saysi deb, uni andoq urar oldi. Yalang'och, osh demay, yoki kechasi saysi deb haydab, sovuqda muzliban o'lgan, to'la yo'llar mazar oldi. Tavar mağmal jilitga torliqidan ranjigan qizlar, hamisha o't saman tutmak, tayoqdan zaxmidor oldi. Durdun ko'nglak, ig'irlik ayligan nozik badallar ham, yog'ochu shol ko'tirmak ranjidan qaddi dutor oldi. 21 bob. Tumanliq qismat. Qayg'uluq va chopson untilar al bo'lib, unsiz ham izsiz dunyodan o'tdik. Na asrlarga meyvelik fikr qoldirmay, na donishmandlik ish boshlamadik. Lermontov. Siz bosh konsulga ayting, apandim. Men uning gaplarini rostini tushunmayapman. Bosh konsulning gapichi bo'lganda, Majongyan Shuralar hukumatidan boshpanoqlik tilab demish. Bo'pti, shundaqmi bo'lsin deyli. Ammo uning bir necha ming kishilik quloq kasti cheriklari nemishqa omon saqlanib qoladi, ha? O cheriklarmi boshpanoqlik tilabdimi ya? Boshpanoqlik tilgan bo'lsa, o'ris yeriga ketmay, nemishqa xotanda turib qoladi. Ularsa xotanda tinch yotanda, ha? Bir kuni bo'lmasa bir kuni yana bosh ko'tarib chiqmamdi. Onun ustiga xotan xalqi u lomodilarning changirida qolsa, bu qandoq bo'lg'ini? Ozodlik uchun to'kilgan shuncha qonlar bekor ketamdi-o'zi. Aqsu Dotay Yamulining ozodi mehmonxonasida o'tkazilayotgan suhbatda hojim qopiqini selib o'tirib, Sovet ittifoqining Urumchida turishlik yangi bosh konsuli Garigin Aprisovga ana shu gaplarni qilyotdi. Qosim apamni bu gaplarni tarjima qilayotganda, Sali To'rga Mahmud Muhitining quliqiga bir nimalarni deb pichirladi. Mahmud Muhiti beshini lig'ishtib qo'ydi. Qolganlar jim o'ltirishadi. Aslida hojim o'z qo'shini bilan Yakandan Aqsuga kelib, uzun o'tmayla Urumchidan kelgan maxsus bir o'mak tantanalik marosim o'tkazib, hojimning Shinjong o'lkalik hukumatining muavin raisligiga, Mahmud Muhitining Janubiy Shinjong amonlik qo'g'dash qo'mondonlik shtabining muavin qo'mondonligini va qo'shimcha 6-diviziya komandirligiga tayinlanganligini rasmiy jakarlagan. Hojimni Urumchiga berib muavin raislik vazifasini topshirib olishga taklif qilgan edi. O'mak yana bu ishga mashrang sarjidan tikilgan harbiy forma, qasqonliq shapka, yoqog'i qadaydigan generallik oltinchan va parqirab turadigan tasma balvoqlarni taqdim qilgan edi. Biroq hojim Urumchiga berishga unamay, hatto Shingsayning orqa-orqadan yo'llagan telegrammalariga parvo qilmay, jim yetib olgan edi. Shu vajidan Aprisov Sovet ittifoqining rasmiy vakili sifatida uni Urumchiga berishga ko'ndirmoqchi va mumkin qadar o'zi bilan birga elib ketmoqchi bo'lib, aeroplan bilan Aqsuga kelgan edi. Bu gaplari texi bir boshqa chiqmay turibla, hojim Majongyanning Sovet ittifoqiga qilgan sirliq safari ustida gap boshlab, Aprisovdan bu sirni yechib berishni talab qildi va Aprisovning birmuncha izohotlariga qanoatlanmay, yana savol qo'ydi. Lenin inqilob qilganda, oq podshohning soldatlarini o'sha tungan cheriklarga o'xshash qurolsizlantirmay, bir bo'londa saqlab qo'ygan ishlar bo'lganmi? Yo'q. Undaq bo'lsa, sizlar nemishqa bunda qilasizlar?
Diplomatiya sohasida uzun yil ishlagan, dunyoning har xil odamlari bilan uchrashganda diplomatiyaga xos tilda so'zlashishga odatlangan Abrisovga udulida o'tirgan bu chala savod kishining to'mtaq va yolg'iz savollari ig'ir keldi chig'i u xilili tarlab ketdi. Oq yog'liqi bilan peshonasini surtib o'tirib mundaq dedi. Hacim janoblarning bayatdan beri qo'ygan savollarga to'liq javob berish mening vazifam doirasiga kirmaydi. Yaxshisi, bu savollarga Urumchiga borganda Shingduban janoblari bilan birga o'tirib javob berganimiz tuzuk. Bu ishlarning sirini Shingduban bilamdi. Hojimning bu savoli Abrisovni qiyin ahvoldan qutqizdi va uningga hojini Urumchiga berishga da'vat qilishga qulaylik payt yaratib berdi. Shingduban bilan ko'rishganda bu sirlarning hammasining tegiga yetish mumkinligini, bo'libmi muavin raislik mansibiga o'ltirgandan keyin Xinjiangning hamma ishlarini surishtirish, bir yoqsi qilish huquqiga ega bo'ladiganligini aytib, shu vajidan bo'lsa-mu hojim janoblari Urumchiga tezroq berishi lozim deb qo'ydi. Jimisar putimi hozirmi hisobga ilinadi? dedi Mahmud Muhiti. Albatta kuchga ega. Hacim janoblarining Xinjiang o'lkalik hukumat muavin raisligiga belgilanganligi, siz general janoblarining Janubiy Xinjiang amonlik saqlash shtabining muavin qo'mondoni va qo'shimcha 6-otliq diviziya boshliqligiga belgilanganligingiz shuning dalili. Undaq bo'lsa, Jimisar putimi bo'yicha ish qilganimiz tuzuk. U putimda Hoji akamning Janubiy Xinjiangda turdiganligi aniq belgilangan. U putimga Shurala hukumatining sobiq bosh konsuli Zlatkin shahid bo'lib qo'l qo'ygan. Bundan mening xabarim bor. Undaq bo'lgandan keyin Hoji akam Urumchiga bormisimi bo'lavermandi? Hacim janoblari Urumchiga berib, muavin raislik o'rniga o'ltirsa, yolg'iz Janubiy Xinjiangga emas, Xinjiangning hamma yeriga o'z hukumini yurgizalaydi. Buni o'ylab ko'rdingizmi? Xinjiang o'lka bo'lib ta'sis qilingandan buyon qaysi bir Uyg'urga bundaq oliy maqom, oliy huquq nisb bo'lgan, ha? Hech kimga. Shunday emasmi? Xinjiangning yaqinqi zamon tarixida Uyg'urlarga o'lka raisi yoki viloyat valisi turmoq, nahiya hokimligi, hatto eng to'van darajalik hokimiyat o'rnining boshliqligimi tekkan emas. Siz general janoblarga o'xshash bir necha ming kishilik rasmiy qo'shinga qo'mondon bo'lish hech kimning tushigimi kirib boqmagandi. Buni mushu davrning bir mo'jizasi demay mumkinmi? Men Uyg'urlarni yaxshi tushunaman. Sizlar Uyg'urlar uzun tarixga, parlaq madaniyatga ega, har ishga qobil, aqlli va ziyrak millat. Sizlar shu millatni Xitoylar bilan teng huquqli qilish, erkin ozod va farovon yashash imkoniyatiga erishtirish uchun qon kechib, jon berib kurash qildinglar. Endi sizlarning yurt so'raydigan vaqtinglar keldi. Bu fursatni g'animat bilinglar. Buning uchun hojim janoblari Xinjiangning markaziy shahri Urumchiga berib, o'lkalik hukumatning muavin raislik o'rnida mahkam o'ltirib, o'z huquqini yurgizish kerak. Yo'q, men Urumchiga bormayman. Yang Jangjun degan qiyri tulkimi? Shundoq gaplar bilan Temur akamni Urumchiga opirib olib beshini yegan. Biz haq qo'y go'shi yeganligimiz uchunmikin qo'yga o'xshash yavash va gul keladiganmiz. Qo'yning bo'ridan yiroqda turgan yaxshi. Shingduban Yang Jangjun emas. Siz yashayotgan zamonmi Temur xalqining zamoni emas. General Mahmud Muhiti bir necha ming kishilik milliy qo'shin bilan Janubiy Xinjiangni o'z qo'lida tutib turdi. Janubiy Xinjiangning ma'muriy amaldorlarini o'zinglar tayinlaysizlar. Shurala hukumatining shahidligi bilan tuzilgan Jimisar putimida shundoq belgilangan emasmi? Ha? Bu putimning ijrosiga hilimi mana biz kepil. Hojimning hayoti va mol-mulkiga biz kepil. Hammanglarga mana biz kepil. So'rindikilar endi boshqa gapga o'rin qolmaganligini sezib jim bo'lishib qoldi. Yana Abrisovning ovozi anglandi. General Mahmud Muhiti milliy qo'shinni to'liqlab muntazamlashtirishga hozirdan boshlab kirsa bo'ladi. Janubiy Xinjiangning ma'muriy amaldorlarini hojim o'zining huquqi bo'yicha hozirdan boshlab tayinlashi mumkin. Men bu gaplarni Shingdubanning nomidan aytib Shu gaplardan keyin hojim birdilla bo'shab qoldi. Boshqalarning chiroylaridami rozilik alomatlari jilvalanishga boshladi.
Qosim apandi xuddi Oprisovning gaplarini izohlab tushuntirishga tirishayotgandek qishidikilarga bir nimalarni demoqda edi. Faqat Mahmud muhiti bilan Namat Xalpat yanala qopiqini silib o'ltirdi. Hojim Mahmud muhiti bilan Namat Xalpatning ancha rozi emasligini sezib, suhbatdan keyin ular bilan ayrim paranglashdi. Mahmud muhiti Shingsega ishonmaydiganligini aytib, hojimni Urumchiga bormaslikka da'vat qildi. Navbat Namat Xalpatga kelganda, u xuddi bom nag'irdek bo'ng'ildab chiqadigan ovozi bilan gap boshlab, Hoji aka ruxsat qilsa, men avval bir hikoya aytib beray. Voy, siz xalpitimza qiziq odamjimi? Madrasaning ninini bekor yemagankansiz. Elamo yodimda turibdi. Bultur yoz, Jimisordagi cheg'imizdimi bir hikoya aytib, meni qoyil qilgan edingiz. Endi hikoya bilan meni yana qoyil qilay deb atamsiz, ha? Darvaqa, madrasadagi cheg'imda bir kitobdan mundoq bir hikoya o'qigan edim. Burunning burnusida maymunlar mamlakatida Kardan degan bir maymun podshoh ekan. Yillar o'tgan sari Kardan qirib, mamlakatni idora qilolmaydigan bo'lib qopti. Podshohlik taxtini o'g'liga berib, o'zi xilvat bir oromgohda yolg'iz yashashga boshlabdi. Bu oromgoh bir azim daryoning yoqasiga joylashgan mevzorliq bog' bo'lib, uningda pista bodom, anjur, shoptuldan tortib, jahonda bordagi mevalarning hammasi muhayyo ekan. Kardan shoxdan shoq sakrab, mevalarni xohlagancha yeb g'usur qiladi ekan. Bir kuni u yo'g'on bir tub anjur darxining ustida orom ilib o'ltirganda, daryodan bir toshbaq chiqib, shu anjur darxining tubiga o'milab ketdi. Kardan ichki pushqini chiqarish uchun ikki tol anjurni uning oldiga tashlabdi. Toshbaqa uni hopila-shopila yeb bo'p, yana bormikin deb, yeni veliga qarabdi. Kardan anjurning suvga cho'ltiqlab tushgan ovoziga qiziqib, yana bir necha tol tashlabdi. Toshbaqa bu anjurlarni osmondan tushdi deb o'ylab,